Ya assalomu alaykum. Qashqadaryoliklar. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Aka xollarimizga bugun 3 ta odamga yuk jo'natyapmiz. Ya'ni Qashqadaryo, Koson, Qashqadaryo Shahrisabz va Qashqadaryo yana bitta Shahrisabz. Xo'p, Qashqadaryo Shahrisabz birinchi bo'lib aytgan akamiz, ya'ni bu yerda mana Apalabga, ya'ni pastga tushib ko'rsataman. Universal Apalabga 50lik Apalabga 60lik va 1 metrlik Apalabga 3 komplekt yuklandi va yana bitta Shahrisabzga akamizga 15 komplekt lesa 2 metrlik, 20 komplekt 1 metrlik, stoyka 30 ta. Ya'ni 2 metrlik, ya'ni 370ligidan, akalar 370ligidan 15 ta, 4,5likdan 15 ta. Va kolonna Apalabga 3 komplekt 3 metrlik, 2 komplekt 1 metrligidan yuklab berdik. Mana bu Apalabganing o'qlari akalar. 3 komplekt. Bu tayyorlik o'qlari va Kosonga ham 15 ta stoyka oldiga yukladikda 7 dona komplekt 2 metrlikdan yuklab chiroyli qilib berdik. Mana bular paddonlari. Esalar narxi akalar 700 mingdan edi. Narxidan tushib beryapmiz. Hozirgi kunda Toshkent Sergeli turbina zavodini ko'proq olgan odamga обязательно tushib beryapmiz akalar. Stoykalarimiz 370 gacha bo'lganlarini 240 mingdan berdik. 260 mingdan 4,5 metrgacha bo'lganlarini berdik. Kolonna Apalabgalarimiz 1 million 200 ming so'mdan metrga, ya'ni 1 metrligi 1 million 200, 3 metrligi 3 million 600. Endi Apalabgalar haqida sizlarga pastda batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'pchilik so'rayapti, hali ham ya'ni tushunmayotganlar bor. Akalar videoni oxirigacha ko'rmasalaringiz tushunmaysizlar. Iltimos bizni ham qiynab telefon qilib, qanaqa edi videoda to'liq tushuntirib o'tyapmiz. Ya'ni mana bu 50lik, mana bu 60lik, mana bu 63lik, mana bu 76lik deb tushuntiryapmiz. Buni orqasiga ya'ni planka qilib o'zidan profil qilib, planka qilib chiqarib qo'yganmiz deb ko'rsatyapmiz. Hozir ko'rsataman uni ham. Mana bu universalning 50lik Apalabga narxi 9 million so'm. Ya'ni Apalabgalarimizda hamma komplektida ya'ni 18 metrdan bo'ladi akalar. Hammasi. Ya'ni 1 metrligi 8 ta, 1,5 8 ta, 2 metrli 8 ta. 4 juftdan. Bundan tashqari, Apalabgadan tashqari 2 ta burchagi va 10 ta qo'shimcha listlari bor. 10, 20, 30, 40, 50 santimetrlik listlardan 2 tadan qo'shib beriladi. Bo'yi Apalabgadan bo'yi bir xil bo'ladi. Ya'ni oralariga qo'yib ishlatgani, to'sqich qilib ishlatgani narxi buniki 50lik 9 million, 10 million 800 ming so'm, 60lik bo'lyapti. Bu oddiy 60ligimiz, 63ligimiz, chempion Apalabgamiz 9,5 million so'm, 76likda 12,5 million so'm beryapmiz akalar. Hammasi 18 metr, 2 ta burchak, 10 ta qo'shimcha listlari, 64 ta 40lik o'qi, gaykasi, syomnik, ключ, bonusga o'q yashiklari bilan qilib beramiz. Bizning Apalabgalarimiz 7 taligi 2 million 600 ming, 8 taligi 2 million 800 ming so'm. Sesma Apalabgalarimiz 3 million 800 ming, yangi listdan 2lik minusovkadan qilingan, ya'ni 30ligini 3 million 800 va 27ligini 3 million 300 ming. Bu ham ya'ni 4 juftdan 1 metrligi 4 juft, 1,5 4 juft, 2 metrli 4 juft. Ya'ni 18 metr Apalabga 2 ta burchagi, 64 ta 40 38 o'q bo'ladi. Bunda 38 o'qi, gaykasi, syomligi beriladi akalar. Xo'p, endi Apalabgani sizlarga qanaqa edi deydigan akalarimizga mana bu yerda Apalabgalarimizni akalar, mana bu universal Apalabgamiz tikka qilingan shaklida olasalaring hovuzga ishlatsalaring ham bo'ladi. Burchak alohida bo'ladi. Mana bunaqa burchakni yasatib turib qilib beramiz o'zimiz. Orqa tomondan qotirib bir-biriga qotirib, mana bu teshiklardan. Qotirib ishlatsalaring bo'ladi. Mana bu 1 metrligi, pastida 1,5 metrligi akalar. Ustma-ustun qo'yib qotirib ishlatsalaring ham bo'ladi akalar. Ya'ni 1,5 minglik qilib terib ishlatsalaring bo'ladi. Endi bu universal deganimizda nimaga endi universal deyapmiz? Ya'ni kolonna Apalabga ham bo'ladi. Xohlasalaring 30 ga 30, mana bu teshikka qotirilsa 30 ga 30 bo'ladi. Bunisi 40 ga 40 holati. Bu kolonna Apalabga alohida. Ya'ni 3 metrligi 3 million 600, 1 metrligi 1 million 200 ming. Kolonna Apalabgalarimizni boshqalardagidan afzallik tomonlari akalar. 4 ga 2,5 profil va 4 ga 4 profil. Mana bu go'llik lazada teshilib, mana bu bir xilda qilib cho'tkilab bukib qilingan. 4 ga 2 o'rtasida 1,7 stenali aka bu profillar. Xo'p, kelgan bitta narsa, rahmatulloh akam Qashqadaryoga yo'l oldi. Chiroyli tarzda olib borib egalariga akalarimiz 1 million, 2 million qilib zakat tashlab berishgan. Shopir akamiz xudo xolasa borib topshirib yuklardi. Egasi qoniqqandan keyin, xudo xolasa shu gaplashganimizdek dogovordagi narsalarni qabul qilgandan keyin qolgan pulni sanab berishadi, olib kelib berishadi. Qo'yingki kolonna Apalabgamiz 2,5lik list akalar, to'liq listdan qilingan. 2,5 minusovkadan emas akalar. Mana bu bularga akalar
Bundoq qilib, turbacha qo'yilgan. Shtoba turba bukilib ketmasin. Loy to'lib qolmaydi. Beldamlari 10 bittalik akalar. Mana bu 4 talik 1 metrliklarda. Har 25-30 sm ga qo'yilgan. Qo'yingki, misholkalar, mana stolkalarimiz 2 demaymiz, 2 to'liq profildan turbadan qilingan. Ya'ni Toshkent sergili turbadan qilingan akalar bular ham. Listlarimiz MMK asosiy birinchi sort listlardan o'qlarimiz bor, misholkalarimiz bor. Akalar misholkalarimiz yangiliklarni ko'rsatganimiz yo'q edi. Yana bitta yangilik bo'lgan. Ba'zi akalarimizni talablariga binoan mana bu yerga mana busi oddiy eski variant, doimiy frutli variant. Mana busi frutlida pachimning qo'yilgan akalar, yana ham yengillashtirildi. Xohlasalaring bundan, xohlasalaring bundan. O'rtada razisa bu 3 million 700 ming so'm, bu 3 million 800 ming so'm. Resalarimizni tergan holati, ya'ni 8 qavat, 10 qavat qilib, ustma-ustun qilib terib ketaveradi akalar. Hayvonlarimiz 750 mingdan kilo bo'ladi. Mana Allohga shukr, mana shu tomonda ham ikki tomonda ishxonamiz. Telefon qilaverasiz pastdagi raqamlarga. Videoni to'liqligicha ko'rib, agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, telefon qilaverasiz. Akalar, listlari hammasi 3lik minisovka list akalar. Keyin bitta narsa, list ko'ryapti turgan bo'lsalaring, taniqligini bu rastitki MMK desa hamma biladi. MMK. Ya'ni rastitki eng oliy navli birinchi sort list deyiladi. Eng tanig'ini ishlatamiz akalar. Xudo xolasa, mana pachka to'kib qo'yganmiz akalar. Telefon qilib, albatta bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Buvoyda tumani, Kaminterim qishlog'i. Kamin Abdurahmonov Shamsiddin sizlar bilan pastdagi raqamlarda. Salomat bo'linglar. Agar bosib oladigan joy keldi-da, biz ham boshqa. Jigar, kutaman telefon qilishingizni. Salomat bo'ling. Ololmasam yana qaytarib qo'ying. Hijolat olmang. Faqat kechqurun akalar bezovta qilmanglar, iltimos. Kunduzi ishlamiz. Maylimi? Salomat bo'linglar.